Mana Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yaratib, farishtalarga va iblisga ham Allohga, Odam alayhisalomga sajda qilishlikka buyurdi. Musta'id billah va laqad xalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Vaqtiki Alloh taolo mana dar haqiqat sizlarni yaratdik, so'ngra sizlarga surat berdik, so'ngra farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Bas ular sajda qildilar, faqat iblis bosh tortdi va sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Alloh iblisga senga buyurgan vaqtimda seni sajda qilishlikdan nima to'sdi? Odam alayhisalomni xalifa deganda bir marta aziz qilgan edi. Qo'li bilan yaratganida 2 marta aziz qilgan edi. Aksi urganda Rohimaka Robbuy deganda 3-marta aziz qilgan edi. Yana ruhidan kirgizgan payt aziz qilgan edi. Endi Alloh taolo sajda qilishlikka buyuryapti. Farishtalarga Odam alayhisalomni hurmat qilishlik yuzasidan bu ibodat sajdasi bo'lgan emas, ikrom sajdasi, hurmat sajdasi bo'lgan. Demak, Alloh taolo farishtalarga sajda qilishlikni buyurgandek, iblisga ham sajda qilishlikka buyurdi. Shunda iblis aytdiki, qolana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Men undan yaxshiroqman dedi, sajda qilmaganligining sababini aytib. Uni turpoqdan, loydan yaratding, meni o'tdan yaratding. Mana shu joyda birodarlar, hamma gunohlarning asli mana kibr deb aytadi ulamolar. Chunki insonning qalbida kibr bo'lgandan keyin asta-sekin gunoh qilishlikka o'tadi. Har qaysi odam mana aytganmiz, hali chervozlik degan darsimiz o'tganimizda, o'zini ro'parasidagi turgan odamdan qaysidir bir tomonlarni ustunda bo'ladi, ro'parasidagi odamdan o'zini albatta baland deb biladi. Yo puli ko'p, yo aqli ko'p, yo kuchi ko'p, albatta nimangizdir baland nazaringizda. Iblis ham o'zi haqida shunday fikrda edi. Men undan yaxshiman dedi. Birodarlar, Allohning huzuriga borganda bilamiz kimdan yaxshiligini. Inna akramakum indallohi atqakum. Ilmlilar ham demadi Alloh. Allohning huzurida hurmati balandinglar, Allohdan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Iblis jannatga kirgan edi. Lekin ana shu kibr degan kasal bor edi. Mana jannatda turib ham gunoh qildimi iblis? Gunoh qildi. Bandalarini Alloh taolo jannatga kirgizganda mu'minlarni birini darajasi albatta ikkinchisinikidan farqli bo'ladi. Mana hadislarda keladi, jannatda 100 etaj deyilgan. Insonlarda qilgan amallariga qarab ana shu joy belgilanadi. Hadislarda keladi. Bir qoriga Qur'on yodlagan kishiga jannatga eshik tagida o'qing deyiladi. Qur'on o'qishlikni boshlashligi bilan darajasi ko'tariladi-da, oxiriga yodlagan oyatiga to'xtaganda shu yetgan joyi shuga kiriladi. Demak, Qur'on yodlashlikka haris bo'lishimiz kerak. Demak, jannatiylarda darajalari har xil belgilanganda, pastda turganlar tevadagilarni baribir havas qilar ekan ozgina. Bar ko'proq tekkanda ularga degan. Lekin birodarlar, jannatda bunaqa muammo bo'lishi kerak emas. Jannat haqida o'zi inshaalloh mana qadr kechalari kelyapti, shu to'g'rida gapiramiz inshaalloh. Batafsilroq. Jannatda muammo bo'lmaydi birodarlar. Hattoki bir birodaringiz uyga borib turib kirmoqchi bo'lsangiz, po'sh bo'lib turing deyish kerak ahliga. Shundaymi? Ayol kishilar ko'rmasligi uchun shu ham bir mushkulami dunyodagi? Jannatda bir jannatida Alloh taolo huri bilan o'tirgan bo'lsa, ikkinchi birodari kiraveraymi deyishligi ham muammo birodarlar. Shunda kirib kelishligi kerak. Alloh qanday hal qilib qo'ydi buni? Ana shu huri o'zini hojasiga ko'rinar ekan, boshqa hech kimga ko'rinmas ekan. Havas qilar ekan. Havas qilib menda ozroq bo'lib qoldi demaslik uchun Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Jannatga kirganlarni qalbidan bir-biriga nisbatan bo'lgan g'illag'ashlikni chiqarib tashlaymiz. Yaqin do'st, birodarlar qatorida bir-biriga qarab o'tiradi deydi. Onaniki menikidan yaxshi degan narsani olib qo'yar ekan Alloh taolo. Har kim o'zini topgan joydan rozi bo'lar ekan. Iblis kirgan edi jannatga, lekin baribir ana shu kibri bilan birga kirgan edi. Alloh taoloning taqdiri bu yog'ini aytsangiz. Men undan yaxshiman dedi, Alloh taolo o'zi biladi kim yaxshiligini. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishlikdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo uni jannatdan haydab chiqardi. Fahbit minha fama takunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Bas jannatdan chiqqin,
u yerda senga kibr qilishlik lozim bo'lmaydi. Chiqqin albatta sen sog'irlardan, pastlardansan deb Alloh taolo xor qildi uni. Iblis mana shu o'rinda gunoh qildi, gunoh qilganligini tushundi, lekin tavba qilmadi. Balki o'jarligida davom etdi, chunki kibr bor uning qalbida. Anzirni al ila yawmi yub'asun. Parvardigor meni qiyomatgacha o'ldirmagin. Ya'ni meni o'ldirmagin dedi. Innaka laminal munzari, innaka minal munzarin. Albatta sen qiyomatgacha, ma'lum bir vaqtgacha o'lmaydiganlardansan degan Alloh taolodan o'lmaslik xatini olgandan keyin Allohga ahd berdi, so'z berdi. Hammana do'sti bor, dushmani borda nazarida. Birodarlar, shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Iblis Allohdan mana shu muhlatni olgandan keyin, o'lmasligiga va'dani olgandan keyin aytdiki, seni to'g'ri yo'lingga o'tirib olaman. Mana shu odamni deb jannatdan quvildimmi? Mana shu odamni deb mana shu jannatdan chiqdimmi? Uni o'ng tomonidan, chap tomonidan, oldilaridan, ortlardan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman. Oqibatda odam farzandlarini ko'pchiligini vala tajidu aksarahum shakirin. Juda ko'pchiligini shukr qilmayotganligini topasan dedi. Shayton gapiga javob beryapti, birodarlar. Odamlarning ko'pchiligi Allohga shukr keltirmay yashayapti. Biz faqat ibodat tushunmaylik shukr keltirish deganda. Allohning bergan kuniga rozi bo'lishlik, shukr keltirishlik. Hattoki ko'pchilik namozxonlarimizda mana shu sifat kam topiladi. Namozini o'qiydi, shikoyat qilaveradi hayotidan. Issiq bo'lib ketdi, sovuq bo'lib ketdi, qimmat bo'lib ketdi, arzon bo'lib ketdi. Allohning bergan kuniga rozi bo'lib yashashlik shukrning kattasi emasmidi? Ibodatda qoyim bo'lish shukr qilishning kattasi emasmidi? Shayton ana shu kundan boshlab jannatdan quvildi va Odam va alayhissalomga dushman bo'ldi. Alloh taolo mana shu so'zidan keyin ukhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Jannatdan la'natlangan, xor, past bo'lgan holda chiqqin. Senga ergashganlar bilan jahannamda to'lg'izaman deb Alloh ham va'da berdi. Innaka la tukhliful mi'ad deymiz duoda. Parvardigor, sen hargiz va'dangga xilof qiladigan zot emassan. Ularni ovozlaring bilan, hiylalaring bilan, qo'lingdan kelgan hamma vositalar bilan chorlagin. Ularni mol dunyolarida, farzandlarida sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shayton insonga faqat g'ururni, yolg'on, bo'lmag'ur narsalarni va'da beradi. Mana mol dunyosida, bola chaqasida sherik bo'lgin deyapti. Musulmon odamga sunnat bo'ladi. Ayoliga yaqinlik qilganda, ovqat yeganda Allohning ismini zikr qilishlik. Mana shu ikki o'rinda shayton siz bilan bizga sherik bo'ladi, birodar. Mana kattalarimizdan eshitardik. Semiz shayton bilan arvoh shayton uchrashib qolgan ekan. Kattalarimiz biladi buni. Birodarlar, bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis ekan bu. Keyingi davrlarda bir ilmda aslidan uzoqlashib ketganligimizni rivoyat qatori qolib qolavergan ekan bu ma'lumot, lekin hadis ekan. Ana shu semiz shayton bilan oriq shayton uchrashadi hadisda kelishicha. Oriq shaytondan semiz shayton so'raydi, "Nimcha ozib ketding, necha to'zib ketding?" Ha, menga biriktirilgan odam deydi. Men biriktirilgan odam yeganda bismillah deydi. Qo'limdan ovqatim tushadi. Kiyganda bismillah deydi. Yalang'och qolaman. Uyga kirganda bismillah deydi, eshik tagida qolaman. Sen nimcha semirib ketding? Xuddi shuni aksi. Yeyotganda bismillah demaydi, teppa-teng yeyman. Kiyayotganda bismillah demaydi, teppa-teng kiyaman. Ayoli yaqinlik qilganda bismillah deb teppa-teng sherik bo'laman deydi. Demak, birodarlar, bismillah eng kamida, bismillahirrohmanirrohim deyishga charchayotgan bo'lsa, eng kam qisqasi bismillah. O'zi har bitta o'rinda sunnat bo'lgan ma'sur duolar bor. O'sha yaqinlik qilayotganda, ovqat yegandagi, ovqat yeyishdan oldin yotayotganda, turganda, kiygandagi duolar bor. Bilamizmi shularni? Demak, shayton mana shu ikkita narsada sherik bo'ladi insonga. Mol dunyosida va farzandlarida. Shaytonni mana shu qilgan osiyligi Alloh taologa qilingan birinchi isyon, birinchi gunoh shu bo'ldi. Demak, birinchi gunoh kibr bo'ldi. Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelyapti-ki, "Ya Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalarnikidaqa bo'lishini xohlamayman. Chiroyli bo'lib turishini xohlayman. Shu kibrmi?" deb so'raganda payg'ambarimiz, "Yo'q, kibr bu kibr emas" dedi.
Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedi. Kibr haq so'z aytilganda xo'p deb unamaslik va odamlarni mensimaslik dedi. Haq so'z, Allohning so'zi bo'ladi, shayton unamadi, Odam alayhisolamni nima qilmadi? Mensimadi. Aytyapmiz, hamma o'zining ro'parasidagi odamdan balad deb biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida Rasululloh tirik paytida muhojirlardan birini quli ansorlardan birini quli bilan suv talashib urushib qoladi. Ya'ni muhojirlar, ansorlar bu insonlarning eng bir afzal toifalari. Rasulullohning yoniga bir tayoq bo'lgan kishilar, yordamchi bo'lgan kishilar. Shunda haligi ansorning quli ya alal ansor deydi. Ey ansorlar deydi. Muhojirlarning quli ya alal muhajirin, ey muhojirlar deb turib, Makkaliklar Madinalarda tavakkashlikka o'tib qolishadi. Kimlar bular? Sahobalar bular. Rasululloh tirik turgan davrdagi sahobalar. Shunda munofiqlarga bo'p berdi. Ana shu Abdulloh ibn Ubay aytdiki, ana ko'rdinglarmi dedi. Fursatni foydalanishni qarang, fursatdan foydalanishdi. Bu muhojirlar hech narsasi yo'q, qiyb-qizil gaday bo'lib Makkadan kelganda bag'rilarga oldilar, joylarni berdilar, ovqatlarni berdilar, uylarni berdilar. Mana endi o'zingizlarga dab qilyapti deb turib, munofiqlarga nima bo'ldi? Bahona bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez yetib keldida, "Da'uha fa innaha mumtina" dedi. Bu tarafkashlikni, millatchilikni qo'yinglar. Albatta bu dedi, juda bir xunuk narsa dedi. Men sizlarning ichingizda turib shunaqa qilasizlarmi dedi. Mendan keyin bir-biringizlarni bo'yningizga qilich uradigan kofirlarga yonib ketmanglar dedi. Asli nima? Kibr. Arablarni dushmanlar aldashdi. Sizlardan payg'ambar chiqqan, oxirgi payg'ambar sizlardan chiqqan, islomni dunyoga tarqatgan sizlar azizlarda arablar arabligi bilan faxrlandi. Turklarga keldi, dushmanlar turklarga aytishdi. Aslar Usmonlik turklar, sizlar mononcha yil imperiya bo'lib turgansizlar, dedi. Turklarni tashlab chiqib shotini olib qo'yishdi. O'zbeklarga kelishdi. Sizlardan Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan, Falonchilar chiqqan dedi. Bularni ham qo'ltiga so'pirga tashlaga chiqarib shotini olib qo'yishdi. Endi bunisi men Buxoriyman deb turibdi, bunisi men turkman deb turibdi, bunisi men Qurashiyman deb turibdi. Lekin eslasinda shular. Bularni nima aziz qilgan edi? Kim edi bular? Arablar kim edi-yu? Turklar kim edi? Bu o'zbeklar kim edi? Dini bo'lmaganda hech narsaga arzimaydigan xalqlar emasmidi? Din ko'tarmaganmidi bularda? Dinni muhmal tashab qo'ygandan keyin Alloh bergan kunni ko'rishyapti. Demak, dinni biz yo'lamaymiz, birodarlar. Bu dinning tabiati shunaqa ekanki, dinni mahkam ushlagan xalqni din o'zi bir yuksallikka, azizlikka olib chiqaverar ekan. وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Subhanalloh, Alloh taolo Odam alayhisalomga aytdi: "Ey Odam, sen va ayoling mana shu jannatda xohlagan joylarda xohlaganda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar. Mana shu daraxtdan yemanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar." Va aytdi yana: "Inna hada aduvun laka va li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha va la tara va annaka la tazma'u fiha va la tadha." Bu bitta daraxt dedi. Bu bitta dushman dedi. Ya'ni oddiy narsa, ikkita narsa. Bu dushmaning dedi. Seni va ayolingni jannatdan chiqarib olmasin dedi. Jannatda och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, qiylamaysan dedi. Endi qarab turing. Holat shu. Bitta man qilingan daraxt, bitta dushman, jannatda hech qanday muammo yo'q. Och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, boshqa narsa bo'lmaydi. Endi iblis Odam alayhisalomni aldab qo'ydi. Nima bilan aldadi deng? Nima bilan aldadi? Kerakmi unga u narsa? Har xil rivoyatlar bor. Iblis jannatdan chiqib ketgandan keyin kirganligi hali tovus qonatida, ilonni ichida, vallohu alam kayfiyatini, lekin Alloh taolo izn berdi, Odam alayhisalomni imtihon qilish uchun kirdi iblis. Kirdida ularga aytdi: Astagfirullah, ma nahakuma robbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin.
va qasamahuma inni lakum laminan nasihin va dallahuma bighurur. Ana akalar o'sha yerda boshlandi. Kelib aytdiki, bilasizlarmi Robbinglar nimaga mana shu daraxtni mevasini yemanglar dedi sizlarga. Sizlarni farishta bo'lib qolmasliklarini xoladi yoki abadiy yashaydiganlardan bo'lishlarni xolamadi. O'shuning uchun yema dedi. Boshqa oyatlarda keladi, sizlarga abadiy mulk va abadiy hayotni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri. Jannatda bo'lsang, abadiy mulkni nima kerak bor degan keladi-da. Pulni nima kerak bor u yerda? Jannatda bo'lsang, o'lim yo'q bo'lsa, abadiy hayotda nima kerak bor? Kerakmi shu ikkita narsa? Hayotda ham qarang-da, oshiqcha narsa ham kerak emas o'z odamga. Mana roza tutyapmiz, ba'zi uxlab qolsak, yo'ryapti hech narsa bo'lmagandek. Bir mahal ovqatlansak ham kunimiz bo'lar ekan, o'taverar ekan. Demak, oshiqchasi birodarlar, u oshiqcha joyga borar ekan. Ovqatda oshiqchasi kerak bo'lmagandek, dunyoda ham oshiqchasi kerak emas o'zi. Nima kerak? Tom kerak, kiyim bosh kerak, bitta mashina kerakdir, kunlik tirikchiligingiz kerak. Oshiqchasi nima kerak bor? Buzu bo'pti, yerdagi odamlarimiz necha minglar o'tib ketdi, shaytonimiz aldab qo'yapti. Otamizni qana qilib olgan ekan? Alloh azza va jalla aytib qo'ydi, "Mana dushmaning" dedi. "Mana jannat" dedi. "Mana daraxt" dedi. Hozir ko'payib ketgan endi. Lekin subhanalloh, insonda aqli noqis ekanda, ojiz ekanda. Ali mamnun marg'ub degan so'z bor. Man qilingan narsa doim jozibador bo'ladi-da. Mumkin emasmi shu qanaqa ekan degan narsani shayton nima qilaveradi? Yaxshi emas. Aytib qo'yaylik. Alloh qilma dedimi, demak yaxshi emas. Ming chiroyli qog'ozga o'rab, chiroyli upakovka bilan chiroyli reklama qilib berayotgan bo'lsa ham yaxshi emas u narsa. Odam alayhisalom ana shu man qilingan daraxtni yedi, kiyimi yo'q bo'lgandan keyin Odam va Havo yalang'och bo'lib qolishdi. Ungacha birodarlar, kiyimi borda Alloh taolo bergan. Avratlari yopilib turar edi. Kiyimlar yalang'och bo'lib, yo'q bo'lib, yalang'och bo'lganda qochib qoldi Odam alayhisalom. Jannatda qochib qoldi. Shunda Alloh taolo, "Ya Adam, atafirru minni?" "Ya Odam, mendan qochyapsanmi?" degan ekan. Desa, "Parvardigor, uyalganimdan qochyapman" degan ekan. Demak, hayo iymonning belgisi. Hayo iymon shoxchalaridan bitta shoxcha. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda "Laula Havo lam takun unsa zawjaha." Agar ayoli bo'lmaganda Odam alayhisalomga nima qilmas edi? Shunday mushkula bo'lmas edi. Birinchi mana Havo yedi deyiladi, keyin odamga taklif qildi, odam yedi deyiladi. Odam alayhisalom qilgan xatosini tushungandan keyin Robbisiga duo qildi. Robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin. Parvardigor, biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang va bizga rahming kelmasa, albatta biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolarmiz. Alloh azza va jalla hukm qildi. Ihbitu min ba'dukum li ba'din aduwwun va lakum fil ardi mustaqarrun va mata'un ila hin. Jannatdan chiqinglar haminglar. Biringlarga dushman bo'lgan holatda. Albatta yer yuzida vaqtincha yashaydigan joy sizlarga dedi. Esimizdan chiqmasin akalar. Ilahin deyapti, ma'lum bir vaqtgacha yashaysizlar deyapti. Barcha chiqib ketamiz dunyodan. Astronomiyada o'tiribmiz. Kimiki burun, kimiki keyin keladi, hamma chiqib ketamiz, lekin chiqib ketishimizni esdan chiqarib qo'yganda ko'p xatolar yo'l qo'yib qo'yamiz. Qala fiha tahyawna va fiha tamutuna va minha tukhrajun. Yerda yashaysizlar, yerda o'lasizlar va yerdan qaytadan tiltirib chiqarib olamiz sizlarni. Alloh taolo Odam alayhisolamga tushirdi va kalimalarni o'rgatdi, Osiyning duosini kechirdi. Odam ham gunoh qildi, iblis ham gunoh qildi. Farqi nimada bo'ldi? Odam tavba qildi, iblis o'jarlik qildi. Shuning uchun la kabira ma istig'for va la saghira ma isror. Ulamolar aytadi, istig'for bo'lib tursa katta gunoh ham qolmaydi. Lekin o'jarlik qilinsa, kichkina gunoh ham qolmaydi, kattaga aylanib ketadi. Demak, Alloh taolo istig'for qilishlarni yaxshi ko'radi. Ibn Abbos rivoyatlarida keltiriladi, Odam alayhisalom Hindga tushdi, Havo Jiddaga tushdi, Arafotda uchrashishdi. Shuning uchun Arafot deyiladi ana shu joy, tog'ning ismi, joyning ismi. Ya'ni bir-birini nima qilishlik, tanishlik yoki uchrashlik, topishlik. Hadislarda keladi, Odam va Havo yerda yashab ko'paydilar. Imom Tabariyda keltirishicha, Havo 40 ta bola tug'ib berdi. 20 marta tuqqan ekan. Har tuqqanda bir o'g'il
bir qiz tuqqan. Bu Imom Tabariyda kitobidan olingan. Birinchi farzandlari Qobil va Qulaym. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan ekan. Qobil va Qulaym ana shu oxirgi farzandi Abdul Mug'is va Ummul Mug'is deb keltirilgan ekan. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan har safar. Ibn Hibbondan keltirilgan Abu Zar G'iforiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Rasulullohning avvali kim deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam dedi. Abu Zar G'iforiy nabiy va rasulmi deganda ha deb javob berdi. Demak, Odam alayhisalom o'zining farzandlari uchun ham payg'ambar, ham nabiy o'rnida bo'lgan bo'ladi.